Qiziriq tumanida taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi doirasidagi loyihalar ijrosi o'rganildi. Prezidentimiz qarori bilan tasdiqlangan taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi doirasida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tumanga aylantiriladigan hududlar qatoriga Qiziriq tumani ham kiritilgan. Dastur asosida hududda sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, aholi uy-joylari hamda ijtimoiy soha obyektlarini yashil tamoyillar asosida qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash, ichimlik suvi hamda issiqlik ta'minotida resurs tejovchi infratuzilmani jadal rivojlantirish, ichki yo'llar, piyodalar va veloyo'laklar barpo etish, aholi gavjum maskanlarini obodonlashtirish hamda hududni ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shuningdek, davlat rahbarining 2022-yil 30-dekabrdagi respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 287-sonli farmoniga muvofiq Qiziriq tumani 5-toifaga kiritilgan. Mazkur farmon asosida tumanda ro'yxatdan o'tgan va faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun 2026-yil 1-yanvardan 2028-yil 1-yanvarga qadar bir qator soliq imtiyozlari belgilangan. Xususan, foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq hamda ijtimoiy soliq 1% miqdorida, yuridik shaxslarning mol-mulk va yer solig'i esa hisoblangan summaning 50% miqdorida to'lanishi nazarda tutilgan. Bugun Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hududlarga tashrifini Qiziriq tumanida davom ettirib, dastur doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Xususan, Oqjar mahallasida 5 gektar maydonda barpo etilayotgan 3000 taga yaqin ish o'rni yaratish imkoniyatiga ega mol savdo kompleksi qurilishi ko'zdan kechirildi. Mazkur loyiha shu vaqtgacha qarovsiz qolgan va foydalanilmagan kollektor hududini zamonaviy drenaj usullari asosida qayta tashkil etish orqali shakllantirilgan maydonda amalga oshirilmoqda. Mavjud imkoniyat va resurslardan samarali foydalangan holda mazkur loyihani tez fursatlarda ishga tushirish, tadbirkorga yaqindan amaliy ko'mak ko'rsatish yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Shundan